Nuriye'nin kısmı Uygur'un balası. Gollan'ın kısmı Uygur'un balası, Nuriye'nin kısmı Uygur'un balası. Biz atalı bir yere cahil olduk, biz uruktuk kalı değil. Germanya'da akam var, Nuriye'nin açan var değil, bizden bazı bir yere cem olduk. Biz akını açsın, paramız tuttuğunda ballarımız bize paranlaşanmaydı. O bir korkunç kahva, biz özümüzde oylavatımız, ballarımız oylamatımız değil mi yani? Ondan sonra bunu kayda ne kılamayız. Hazır Avrupa'nın makul siyasetlerde Arapları asnasya kılıvetti. Fransa'nın Arapları ile Gollan Arapları paranlaşamaydı. Demişka Arap dilini arabetti bulanınki. Türklerinki paranlaşalaydı. Dünyanın halığa yerde çoğun olan Türk bir yer kep kalsa okşaş bir dilde paranlaşalaydı. Lekin başkaları paranlaşamaydı. Türkler demişka cemaatçılık güçlük, bulanınki dernekleri, özününki milli medeniyetini, Avrupa dilini, tilini qoğdap qo'yish asas qilgan, asas qurilgan bulanınki. Lekin Araplarning bu şekilde emas. Bunlardan biz örnekleşimiz gerek. Ben demişim cemiyet kilimen, 5 gün işleyemem, aldırış okuyamam ben. Degen demişka balamı dep kilim yani. Bunu balam şekil Uygurların ballara paran oynak yapıp naat hoşal ketedi balınço. Başka vakti köre kap kalsa Uygur köz yasıraydıgan, gollar köz icradan kap kaldı ekan da balla. Ben bu ahval balın psikikisini körevatım. Bunun uğraş materyalını körevatım. Ondan sonra balamı tutkuzup kalsın gerek de en avval ben balamı. Kayda kalıbe cemiyet degen vatanning eng bir hücresi bu aslında. Bir şey balla özüninkini vatanning nimesini his qila oladi. Bu yer keldi şu xil Uyg'urniki ham Uyg'urlar uchrashdi balla. Bal birisidan nima qilgan nemishqa o'xshash kiyindigan, o'xshash til so'zlaydigan, o'xshash bir yig'ilgan bir tuproq keraklikda balla. Bir şey balla o'ziniki vatanning nimesini his qila oladi balla. Shuning uchun biz bu jamoatchilik emini har yerda kuchlantirishimiz kerak. Biz fakat bu narsalarnikini o bu da har xil qilyapti, jamoatchilik kechayotgan nimalar bor? Yuzni o'ylaydi. Lekin balasiniki kelgusidagi ma'naviy yemirilishlarga sal qarag'in. O ballarni 17-18-20 kiloda o ballar bor, o'ylanma sonmaydi, shunami? Turmush qurib sonmaydi, hayot davomlashtirib sonmaydi. Bizniki nimizga varisligimiz sonmaydi. Uni kim yutadi? Nereden yutadi? Boshqa sharoitimiz yo'q. Turkiyaga gapirmizgami, Turkiyada o'ylanmaydi bu narsalarniki. Nerede? Hem devlet kurulmuş cemiyetlerge aşağıya düğündiğin gibi. Şu yerden kurbanlar üzdeki milli kimliğini bu yer istiklalayın diye. Bu cihette bir tavsiyem şu. Kaya kapkası cemiyet aşağıya toplasın. Bu mesela 2-3 aile kap kalsa hepsi demeden aldırışıp kalsa şem bir günde balların olsun bir yere cıglaştırıp aç ballar kişiden tartı birlikte kırındaşlık birbirinin dost biraderlik birbirinin kişiden tartı şekillendirsin. Bu ballarımız acayip ikim kap kalışıyor bu yerde. Acayip ikim kap kaldı. Ben bu doğrusunda psikologların kitaplarını göreklik, cemiyetşinasların kitaplarını göreklik, özümüzdeki münasebet yazgınlarının bazı kitaplarını göreklik, erkeklik nurgun derslerini yazgın, onu göreklik. Ben şunu görep, kelgüsüki bala bilen men oturasın manevi yemirilişini, yüzdirişini aldığını iş için kullanımın batırışçılıkta gösteriyorum. Maşallah. Şimdi Allah'ınki ideolojisi pek mühim hem şu onun dikkat kılırsak Zazirende hemimiz özümüzün adı bilen bu gitti. Endelik ballağa dikkat kılırsak kelgisi de bunu da ufturup koyuşumuz mümkün hem ballağa perzentlerimizde. Tamam, ulan endelik başka devletin tilini öğrenmesin diyenlik emez. Ulan bunun hakikaten tutup da. Meyle Uygurlarınki muhaciret Uygurlar qaysi devlette yaşasın şu devletninki balları şu devletning tiliga puxta bo'lib ketadi. Puxta bo'lib ketishdan sirt hatta urf odatları yoki ballarning mingisi yosh, qalbi suzuk, oq qog'ozga nimani yozsak shu chiqadigan gap. Ballarning ideyasimi shu. Şu anda balların özünki ana tili boyunca yetildiriş gerek. Ailede ana tili boyunca özün ana tilini sözleşke rağbetlendiriş gerek. Bazen mukafat usullarını kullanış gerek. Ata-analar boğucular. Özünün Uygurçini sözlerde davamlı tanqid. Ay, unda qilma. Uygur sözler de bakırgan ata-analarning köydü bende. Oğlağa o tanqidni dereceden taşqıra tanqidni bisim qilib etmey. Ularni bir rağbetlendiriş, mukafotlash usulları bilen balam, falan bağçı kapırma, yakiliqi deginini yapırman,
Av kalemni ma üçe işlep birmen. Yoki seni palaya gapirib kelaman. Yoki palanchi o'yinchiqni olib birman degan usullar bilan ularni rag'batlantirgan vaqtida o'zining ona tilini so'zlaydiganga o ana tilini oilada cho'qim oilada ona tilini so'zlagan vaqtida sirtlarda anandan qanaqa o'ziniki erkinlikida yerlik tilini so'zlab yerlik do'stlari bilan o'ynasin tursin oilada o'zining ona tilini so'zlasin shuning bilan birga siz degandek jamoat so'rinlariga borganda Uygurlarımızdaki toy tökün yoki bir faaliyet jamoat so'rinlariga borganda shular bilan ko'proq sirdishib berish suhbatlashib berish hatto ba'zi o'zimizning uyg'urcha urf odatlari bo'yicha o'zimizniki albatta o'zimizning dinniniki urf odatlari diniy urf odatlarimiz o'zimizniki madaniyat urf odatlarimiz bo'lsin shu urf odat bo'yicha bolalarni yetildirish o'zining muhimi o'zining coğrafyasini tunutish o'ziniki ma'naviy millatininki qahramonlarini olimlarini shu tarixdagi bo'lsin hozirgi bo'lsin tunutish bolalarga bildirish shuni o'zining coğrafyasini bildirish Sharqiy Turkistondan iborat bu coğrafyani bolalarga bildirish bu haqiqatan pek muhim. Ama yerlik tilini ügünüşke tosmaymiz. Qanchalik yaxshi ügenson, shunchalik yaxshi bolalarga yerlik tilini ügense, elbette yaxshi ügünüdür. Bunun işençimiz kamil. Yerlik qarindoshlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan qaysi davlatdan bo'lsa aralashqanga uni tosmaymiz. Onun erkinlik var. Ama sizin o'ylayotganingiz, ishchingizni siqayotgani biz mushunga diqqat qilmasak, kelgusida Uyg'urlik ilining yo'qolib ketmasligidan endish qilyapsiz. Shunday. O'zining Sharqiy Turkistondan kelganligi ilmi, o'zining Uyg'urligi, o'ziningki do'st va dushmanni aniq ayirish. Mesela düşməni, bizim balalarımızın düşməni, elbette bizim düşmənimiz bo'lgan. Bizim işte sersanı qilib bo'lgan, musafir qilib bo'lgan, devletlerimizin, vatanlarımızın tatib olgan Xitoy kommunist tajovuzchilar hamda. Mushu angni shularga shu kichik demak shularga singdirish kerak. Endi men o'sha ikki o'g'lim bor, bolam tug'ilgan vaqtida ism qo'yish masalasida biroz o'ylandim bunda. Germaniyaniki filosofi Hegel debdikan, o'zining har qanday bir millatniki o'zini bilish tarixi, uning jo'grafiyasini aylanmaydi debdi. Shundoq. Bizning Sharq Turkistonga bir ism, jo'grafiyalik ism bo'lishdan ham o'zimizdagi tarixlar chambarchasi bog'lanib ketgan narsa. Men bu jamiyatda shulardan darslar jarayonida nurg'un narsani bolalarni his qildim. Chunki bu bir munosabatda bir tajriba maydoni bo'ldi-da bu narsa. Metan o'qish jarayonlarida o'qitishlar har dushanba maktabda so'raydi, shanba nima ish qildi. Hammasi tag'amdagi vadim, oyoq vadim, bu yoq vadim deb zuhur qilib nima ish qilgan deb turdi. O tarafdan o'ylab baksam, sen nima ish qilding desa, biz bu vaqtimiz shanba kuni kitob qo'llanib turibdi. Yakshanba kuni kitob qo'llanib o'tadigan bolalar jamiyatda faoliyat qilsa, qilasan kitob esa ketadi. Keyin kunlarda bolam cho'ng o'qib qolsa, bolam qayda qilar, bu savolni bir javob degan o'ylab, Yevropada millat yo'q. Yevropada millat yo'q, irq yo'q, dini bor. Shunga cho'ng o'g'limga butun payg'ambarlarning bo'lsa bo'lgan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ismini koydu. Bu chet eldagi diniy kimlikimniki bir ismi bo'lib qolsin bo'ladi. Ikkinchi o'g'lim tug'ilgan vaqtida buni dindab ism qo'ysam bo'ladi deb Uyg'urni qo'yib, Uyg'ur bo'lsin. Bolam cho'ng bo'lgan vaqtida bu yoqqa chiroyli hech kim o'xshamaydigan, hech yo'q, dadasidan abisdan boshqa hech yo'q. Bu to'pdan chiqqan chujideklar ekan, yetim yuzib qolib qoldi ekan. Mekteplerge kapasını sonra kapasın ki diyen son uzun sonrası aksı karar dinine, aksı karar milletine bir birisi eslep kalamış valla diyen asas kılıp ben bunu koydum valla. Çoğun oğlan bal mektepler kapkasa, sualını sonra kapkasa, müşkisinin isminin özüla sınavını karakteri gibi oğlanlık için bu nurgun suallara cevap buldu. Biz Müslüman boğanlığımız için Xitay tacavuzçılık terk edip yeni erkinliğimiz bulmağımız için çettik bulduk. İkincisi biz Uyg'urib qolganligimiz uchun Sharq Turkiston mukaddas ziminin egisi bo'lib qolganligimiz uchun
şu zümrüt insanlık kadir kılmışsa yaşasa, ata-anamızdan miras qilib qolgan, avlod miras qilib qolgan zaminni faqat o'zimiz bosh qo'ysak, o'zimiz qo'shilib yaşasak, deganlar gunohimiz bo'lganligi uchun Xitoy tajovuz tarafdan chaqqa qilib, qiqini saqlab bu bizlar hech qanday diniy yoki milliy kimlik bo'lmagan, coğrafiyasi bizga o'xshamaydigan, xiyolimizga kelmaydigan, uquq tushimizga kelmaydigan bir davlat yashab qoldik-da. Şuңашqa bu ikki dallaşda ben bunu balla asas kıldım endi. Yani balla kiçiksel çok olganda her zaman bunu ballaga askar tuturum da. Menden kim kapkap kalsam atanı qara, dinini unutma. İnanı qara, milletini unutma. Dep akan miya kirishni maqsadmi? Balla ben degandek özünün şu milli kimligine nasıl Uygur, Şarkı Türkistan qanda biye. Ondan köysün ballaga. Bu yer qanda insanlar yaşaydı. Demişimiz bir yaşayımız gollandikten ya oturup komşumuz, öğrep batımız, ya kişimizin okşamaydı. Ya bizim küzümüz okşamaydı, işimiz okşamaydı. Nima uchunligini vallahi bir Nima uchunligini bilish kerak ballaga deysiz. bilish kerak. Laqas bunu qayda bildirimiz? To'rildi, YouTube'da va tengli munosabat har xil film yani. Biraz ko'z chiqadi. Video ko'rsatib ballar ashta qilib bizim o'zlik milliy evini asla tunishga va bu xil usulni qo'lliqlik qildi. Buni men hakka tavsiye qilaman ben aslında. Davamlıq nima qilib turish kerak? Vallahi uchun Davamlıq davamlıq yani. bildirib turish, davamlıq tavsiya qilib turish kerak. Nurg'un ota-onalar davamlıq degan gapga amal qilmaydi. Ya unutqa qolib qoladi, ya beparvo qaraydi, ya suz qaraydi. Şuna biz şundan ehtiyot qilishimiz kerak. Beparvolik qilmasligimiz kerak. Biz hozir beparvolik vaqtimizdan allaqachon o'tib bo'ldik hozir. Bizning xatarlik bosqichga qoldik hozir. Aslında müşahede ballarımız bizim vatan ata-anamızı toplum qilib, aşağı ata-anamızdan bir 2 minut ulg'urch paranlaşıp qo'ysa, ata-anamızın yüreklerini yo'qlaydi, nevrlarni ko'yamidi. Ovozini anglasam shunday, ammo endi bu yer cho'ng olgan bolaning ko'ryaptimi? Gap qilib qolsa tabiiy gollancha ketayotgan, Nurgarlik bola Nurgich ketayotgan, Germandan Germanch ketayotgan. Arabistondagi ketayotgan, ular bu bilan paranglashmaydi. Ata-onalarimiz özünün nevralarına bilen bir bana paranlaşıp hep şunu kullanmasın, 2 minut bir öttürü bir hissiyat almıştıranmasa o da azaplanmamda azaplan. Buna kim sebepkar? Biz sebepkar. Bugün boğula bilen paranlaşamasa ertesi bizler Bizler paranlaşamaydı. Hazır mesela Sıraj'dan kırındışım degandek ben bir etigen bir mimon geldi. Mimon çıktı balası var. Ballar Nederland, Gollandiya gap qiladi. Ata-onama şunu Gollandiya cevap berdi. Onda kim dedim, qirindishim bu ballar. Hazır ata-ona xo'sh olab, "Voy mening balam Gollandiya gap qilishni biladi" deb ben o'zimni cho'nglarni ko'pincha bek yaxshi emas endi Gollandiyachisi. O'zimni balasi bilan Gollandiyacha paranglashib, bir tilni o'rganayotganligini, undan keyin Gollandiyacha bir yangi bir furab bergandek bir xil o'zini mundaq faxrlangandek bir holat bor ekanda bizda. Ammo men dedim, bola Uyg'urcha paranglasang taxim yaxshi desam, biz buni ko'ndiramidi, Uyg'urcha gap qilmaydi degan ekan. Unda bo'lsa siz Uyg'urcha gap qiling dedi. Siz Uyg'urcha. Bolani Gollandiyacha gap qilaversin, siz Uyg'urcha gap qilinglar, chunki hozir biz bir ishga ota-onalarimizni masalan shaxsan meni ota-onam nemishqa texim jiq o'qitmagan bo'g'aydi deb ozroq og'rinadigan tarafim bor. Jiqroq o'qitib, bu yerlik uyatib, chet elga chiqarib ayni zamanda ya bir maktabga olib borib cho'ng tutib o'qitgan bo'lsa deb mundaq bir umid qilamizda. Bola cho'ngolab undayda, sen kichik vaqtimda menga Uyg'urcha o'rgatmay, cho'ng bo'lgandan keyin kishilar oldida nomus qilishga boshlaydi bola. Chunki biz buni ko'rdik. Masalan, ba'zi shaxslar va chet elda Uyg'urcha gap qilolmaydigan mashhur shaxslar bor. Keldi Uyg'urcha paran qildik, Uyg'urcha gap qilolmadi. Qilolmagandan keyin xijil oldi-ku ular. Xijil olib ya ba'zi sigan Xitoycha gap qildi yoki boshqa tilcha gap qildi. Xijil olib yüzü qizadi. Uyg'urcha gap qilolmaganlar. Saudiyadan kelgan Uyg'ur Arabcha gap qildi ku o'shada. Gap qildi. Terjümanlık qildik. Bir millat, hammamiz bir millat mush ustalda o'tirib, bir eldan terjümanlık qilib beradi. Terjümanlik qildi. Bir millatga, bir o'xshash millatga. Aj bola cho'ng bo'lganda sizlarga cho'qim qattiqroq gap qilsak, la'nat o'qib qilishi mumkin. Mush ota-onam bu o'zimning tili Uyg'urcha tursa, bu ota-onam menga Uyg'urcha o'rgatmabdi. Biz bir qancha ushqatdik, ba'zi bolalar Uyg'urcha bir og'iz gap uqmaydi ekan. Yaxshimisan deb bolalarni sinab yo'qotimizda, Uyg'urning bolasi. Ota-onasi super Uyg'urcha gap qiladi. Ammo bolaga yaxshimisiz bolam, yaxshimisan deb chaqchaq qilib desak,
Yaxshi degan gapni nima aqli kelmay bo'ldi. Endi Cho'ng bu bo'lgandan fikr keyin u almashtirishda bola ota-onadan og'rinib qoladi demoqchi. Bu Sen yerda ota-ona men seni yaxshi ko'rman, bolam men seni amroq, seni yaxshi ko'rman, voy deb alqma gaplarni o'zimizning ona til, Uyg'ur tili deganimizga hissiyot almashtirish boshqacha bo'ladi. Buni gollanchi deyish boshqa narsa bo'lgan gapda. Bizga xuddi ikkisining farqi yo'qdek bilinishida. Amaliyotda men ota-ona men seni bolam men seni yaxshi ko'rman, voy ota men seni yaxshi ko'rman, dada men seni yaxshi ko'rman. Voy deb gap o'zining ona tilini almashtirgan hissiyot ikkisi ma'naviyatimiz bog'lab turgan gapchi. Boshqa buni biz sal qaramaslik kerak bu narsaga. To'g'ri. Biz sal qarab qo'ydik. Kelgisi barbara bolalarimiz o'tirmizki ma'naviy bog' narsa üzülganlikdan, ma'naviy yemirish yomon narsa emas shu. Buni his qilamiz, boqib ketgan vaqtlar deb bolalar yashab bo'lganda bizning ko'z kelmaydigan, o'zining kimligidan, o'zining dinidan, o'zining emasdan jiroqlashadigan, pes qilgan ahvol shakllanadi. Bu atrofimizda yashayotgan Gollandiyadagi ko'chmanlarniki, turklarniki, maroqlarning buni millatga asan ko'ryapmiz. Asan nurlarni Yevropaga tortiliqlar hukumat ettirib, nimishqa Aşkın oturursa manevi yemiriş болып ketkenlik ata-ana balını başquramaydigan. Onu şapalaqlı urdu ya, onu qildi, bunu qildi. Şunun bilan bu yer işte oila bajrasi keltirib chiqildi bu narsalar. Biz bundan Yevropaga chiqib chet ellik o'g'illarniki muhojir hayot bir yangi bir hayot. Bu hayotda hamimiz tajriba yakunlashimiz kerak. Aş tajribani so'zlab turishimiz kerak. Aş orqali o'zimiz o'zimizga qo'ymaydi bu narsa. Ba'zan ota-onalarniki o'sha Uyg'urcha alohida ahamiyat bermaslik sabab bularga bolalarimni Uyg'urcha gapish bo'lsam, Hollandachasi yaxshi bo'lmaydi ekan deb Hollandachga yordam qilishchi. Mana o yerda qolib bor. Chunki chet ellikning bolalar maktab boshqalarni biladi bolalarni. Bolalarning tili ajraldi Hollandcha. Maktabcha. Aciz olgandan keyin maktabga gidib muallim degan gap bu balaning tili aciz deydi. Bu til aciz degan gap deyvergandan keyin ota-ona deydi ekan ya uyda o'tmaydi. Uyda olsa Holland gap qilsa bu tili yaxshilab qolarmikan deb orzu bilan ashulqa yo'l qo'yib qo'yilgan. Ularni bor. Aytishni anladim-chi. Men bu narsa yoshidim. Bizim bolalar maktabga her katı malum çağırtıcı varsa deyden gel balanın tilacı deydi. Her katı uçuyorsa. Dedi ki ben dedim ben kanal kılmaya ben zaten oğlan için bunun için bilmeyeyim ben yardım koydu sen. Bu bende yaxşı bölüdü bu. Ben yardım kılamayım buna. Sen emni şu kılamayız bölümeyiz. Ama lakin şu emniyette sana atağını sen dalısı olan iken depremse bulmaydı. Balın ki tili aciz. Her katın imtihanında til, wordun sıfatları, sözlükler aciz. Oğlandı ki ben bu 3. sınıfa çıkınca bu gemi tolu anladım. Anladım ki ben dedim kandan kısım bular bunu tilden de. Dep, lakin şunu dedim öyde mesela ben katı Hollandacı bir yıl yapkamayamam dedim. Lakin balını Hollandacı gap kılsa Uygurca gap kıl da bunu zorlamayım. Lekin Hollandca yapmagandagilar bolam bu nimbaydi bu gapni buni ma'nosini deb beraman degandagilar o'yil biladi nasda deydi lekin zo'rmaydi Hollandca yapsa qilgandan keyin bolam Uyg'urcha nimbaydi buni degandan keyin deydi men bilan Hollandca gap qilmaydi faqat ammo maktab ishini ayollik til ojizligini qanday qilsam bo'ladi bu uyga uzanmaylik yordam qilmagandan keyin bu dedim eng yaxshisi kitob o'qishga odatlantirsam hal bo'lishi mumkin deb bir yil her hafta zaten haftada bir gün cho'qim kitobxonga opardim. Ishdan kirma chorshanba kuni, yana dushanba kuni, seshanba kuni soat 8 ishlaydi ekan. Uyga kirmish kutidan bolalar sho'nglayman, kitobxonga opiraman. Bir yilgacha opardim, akadim bu kitobni o'qimaydi endi. Egildi, uyda ko'p tashlab qo'ydi. Oqirgandan keyin oxiri bir kitobni topdi yo bolalar. 10 qismli kitobga Misrning tarixi. Ammo ashta bir kirdi, shuni bilan bu qizib ketdi bu. Old school'da kitob o'qiydi. Tomoq to'ldirib shu kitob, oqshom yotdizim kitobni oldi bo'lgan. 10 kitoblar tugatdi. Tugatgandan keyin bu kitob o'qishga kirdi bu. Zaten her yapsa bir yıl bakağa yapardım. Apırımı ekilim. Kitapını ekiliyordu. Yeni kira yapsa apırımı yine sağladı.
5-6 kitapni. 2-yildan tortib a kitap uchrashib uni o'qigandan keyin endi hozir masalan har hafta 5-6 kitap ekinimiz o'qiydi lekin to'liq tugatadi. 3-4 oydan keyin muallim chaqirib borsam nima qilgan bolangni dedi. Hech nima qilmadim. Desem bu turuplam 3 oy ichida bu bina patlaplab chiqdi buningda. Hamma bu tilim yaxshilab ketdi. Boshqa nima dema? Moddildimi? Turuplam yaxshilab ketdi. Qanday qildim dedim. O'sha kitob men o'zim yordam qilmagan ekan. O'g'lim kitob o'qisa, kitob o'qisa so'zlik bayılgan bo'lgan ekan. Unda desem Farzandlarniki aqlliq deb shunga shu kitobni odatlangandan keyin hozirgacha yaxshi bo'lgan keyin qanday bo'lgan Alloh bildi. Lekin u jihatdan maktabni hal qildik ham bu. Ikki tilaj değerverganiga ham ta'sir qildi ota-onam qanday qilsa bu til yaxshi bo'ladi desa, ba'zi ota-onalar qanday qiladi? Bolam o'g'lan gap qilsin deb til yaxshilab qolarmikin deb. Amaliyotda bu uyda 2-4 tal degan gap bilan yaxshilab qolmaydi asli. Biz nima deb turalaymiz? Aram bir otaning bildig'ini bir aram 10-20 tal gap biladi uning gapidan. Ballar bildigan gap. Ha, shu balning gapiga Qanday qilma, ma'no qilma. shu gap deyaraydi. Aksiya taxa mush ona tilni yaxshi bilgan bola Holland tilini, chet el tilini yaxshi bildi ekan. Hatto buni muallimning ichida ba'zilar yaxshi tadqiq qilib bildi ekan. Deydigan sen o'zing tilniga sen Holland yigitman deb avar olma. Çünkü o'zing tilni yaxshi bilsa, chuqur moddilik foydasi bor deb u deydi ekan. Men bu haftaning o'tgan hafta radiodan oldim, xabar oldim-da. Bu tadqiqni til tadqiq qilib radioda oldim. Masalan bir bola o'zining tilida 5-6 oylik bo'lib boshqa bir millatga berilib ketgan bo'lsa, shu zodi u ona tilda yashab qolmoqda hayotida. Masalan, yaponlik tadqiq qildi. Birinchi davlatningki burungi yaponni masalan burun 6 oylik bolani akib ishadilik ularni uxlab ketgan. Ama yapon tilini bilmaydiganlar. Ashuni tadqiq qilsa, yoki masalan anasini qo'shqidi shu tug'iliblar mishak cho'ng bo'lgan. Bo'lsa, ashi tilni yana bola boshqa millatlar anasini eng tuzugin ekan. Anasini qo'shqida 1 yil tug'anlik uchun burun Ana tilini. ana tilni. Masalan 4-5 oy anasini qo'shqida shu davlat yashaganlik uchun başkalarıyla sırıştırganda bu tilin madem ügünüş nisbeti alaylı yukarı ekan. Bular tadqiqda. Qarab bu demek bu ana tili onun içinde zaten buludiki o. Allah da Uni fakat atanın balık nazike ekan. Atanın sen nima qilsa, yani atanız azroq bunun bir yolunu qilib ahamiyat bersa, demek bu tilni ügünüp ketdi degan gap. Yani bu yerdagi mesele atanın balık narsa. Atana biraz buna ahamiyat berib bir çıkış yolu tapay dese yol var. Ama bizden afsus bizdeki milletten bu umumiyetten bizi bir asan asmilesiye bulaş bizi bir bu aciz psikik acizliğimiz varken de böyleyim hemen abi. Baga yerde mesela oğullar da adım hazır bir işkim uygulada idemdi. Biz müşahede deyimiz. Yarım mın yakında Şu deydim onu yine kıstatıksını bildiği adam yok ama tahminen mesela. Ama bir şeyler faaliyetli olsun desek bir kiloluk adam mesela 20-30-40 yıllık bir ay yıllar bence bir 300'ün artık adam kepak malı da böyle mi? Yani ben kilo alışıyor, bazen almış kilodan. Mesela der 300 adam kesin değil. 200 bulup kesin. Hak adam hiç kanda ya bir faaliyet ya uygulu bayi yok. Yani o adam demiş konuda bir yer kirip gidecekti. Bir vuracaktı, yatıda aşağıda işleydi, cennet yok yani bu kadar ne bileyim asimilasyon bulup ketken gap adamlarda. Tahi hazır kirip bir 5-6 yıl olmay turup bir şey sığındığı gap adam yani Uygurlarla ağlaşmaganlık ya. Uygurlu bayağı kemigellikinin manası. Yani hazırlap asimilasyon bol diye gap. Özü kelmesin ma'qul, ama kelgusida ballar qanday qildi? Ballar Uyg'urcha gap qilolmay cho'ngib qolib qolsa, ota-onasidan haqiqatan pushaymon qildi. Va mening mush ota-onam nemish qilma? Chunki cho'ng'og'andagi Uyg'urlarla aralashib qolgandan keyin gap qilolmay kekayishlishi bak satoldigan ish ekan bu. O'zining ona tilida so'zlayolmaslik degan insonni ajoyib qiyinchilik qiladigan, ajoyib o'zini boshqalardan to'van ko'rsatadigan
buni men his qildim. Shu ona tilida so'zlayolmaydigan jiq odamniki shu o'zining tangtushlari bor yerda ajoyib xijillab xuddi bir nimiz tövendek o'zini aşağı deb qo'ydi turkcha. O'zini pes ko'rish psixologiyasi chiqib qoldi ekan. O'zining ona tilida gap qilolmagan. Buni endi kimga dengaydi desa, mening kichik vaqtimda ota-onam menga o'zimning ona tilini o'rgatmabdi ekan. Qalbida cho'qim ota-onasidan xafalaylar. Kichik vaqtimda mening tilimni o'rgatib qo'ysa nima bo'ladi? Atanız kırdan günü var tabii. Çoğun ağabeyde kırganda. Balısı oturup seferleşemeydi ki. Oturup mondeşemaydı balısı. Az 2-3-4-5 saat gelip biliyorlarken diye bilen. Sen çoğun ağabeyde oturup mondeşeler, bunda seferleşir, fikirleşirler, kılamaydı. Yüzün balısı vardı. Çünkü balısının oylaydığını olan için oylaydı. İnşallah angacha Bu oylaş gerek aslında. vatanimiz mustaqil bo'lib mushbatlarida vatanga qaytib muntizam ma'rif tarbiyasi aladigan sistemlik tarbiya aladigan bo'lib qolamiz xudoyim bo'lsa inshaalloh. Yani ama Türk yoluna şimdi nima qilamiz? Örnek ko'rsatganmiz. Ama Türk yolunki bu medeni mesela bu televizor bak mühim ekan. Bunun bütün Türkiye'deki kanalları hemmesi Avrupa'da çıkan ekan. Bunu uyda oturup et diyeni keşke Türk'ün kanalını gördük. 30 yıl tuğada golaş paranlaşamıyor. O da olan ki bu bir yer yaşayan bile. Bu da Türkiye'de yaşayan deklar yaşayan bu. Şuna mesela Gollandiya'da ötkenki referandumda 70% adam Türklü özü Türkiye'deki 50% evaz varsa Gollandiya'da yaşayan Türk'ü 70% evaz veriyorlar. Evet de. Yani Türkiye'lik Türk'ten bakıra Türkiye'nin bunu Muhabbetten. Muhabbetten. Hazır Hollanda'da mazlum haberdim çık analiz kıldı bular. Bu kanda olab bu adamlar birinci avlat ko maqul. Aşağıda kelgen bo'lgandaki kallasi Türk bo'lib keldi. Ikkinchi avlat memde, üçüncü avlat kelgandim bu adamlar tekçe yana Türkiye bilan mesela Gollandiya'nın siyasi saylan bu bo'lsa alaydı bunu nima qilmaydi ekan. Ahamiyat bermaydi. Ama Türkiye'de saylan bor desa bu Xudduzun döl yaşagandek bilan bir hayajon bilan yaşagan ekan buni o'zi e'lon qilgan ekan. Qanday qilib buni biraz material tarqiluvdi desa o yerdan tartib bu yoqqa tartib buni televizor bo'lgan ekan uyda. Ya moshon aka o'tganda anglab qolsam televizor uyda bo'lgan ekan buni to'sqin bo'lmaydi. Chunki Turkiyada hech qanday bilan buni yigit bo'lsa shu Turkiyaning siyosati bilan uyda Demek til şu Türkiye bilen devamlı bağlantısına şu bağlayırken dıştın bağlap duruptu da. Shundoq. Endi miyada masenga hozir vatandan yaxshi karton filmlar bor ekan-ku. Masalan, şey ders etgan bo'ri keldim men bolalarga. Qo'yib turib bolalarga bir qatim qo'yib berdim, ikki qatim qo'yib, uch qatim qo'yib turib bo'lgandim, bolalardan so'rayman, tushundim. Bunda bo'lsa sen bir nechini bo'ri qilib qo'yman, va birisini qo'y boqish adam qilib qo'yman, qolgan uchini dehqon qilib qo'yman, bu sharoitga epizod shaklida sinflash bolalar kichik bola o'yin. Ajoyib o'ynayotganda bolalarni ko'rganda. Ana bola so'zlab turdi. Sen nimni ko'rding, nimni tushunding, his qilmang debdi. Ashuna qilish orqali so'zlab bolalar ani gollanch til aralashtirib qo'ymayman bolalarga. Kim birinchi bo'lib qolsa mukofot, bir til chokolad qilib ashuna qilsa bola qizg'inliqda ashuna bilasa tutuq qozonlik qildi. Hozir texnik yaxshi filmni chiqibdi masalan. Men bolam qo'yib berdim bu narsalarni. Sen shunda o'tirib ko'rdi ekanda bolalar, kalasi qilib qoldi ekan. Endi hozir bolaga qo'yib berib bo'lganda ekan, bolam til endi chiqyapti-da. Anman so'zlab ber bular. Ay bil o'tirib biz ko'rib bolalar. Ay so'zlasak, ana uyg'urcha paranglashgan bolaning nimasi ashir ekan. Bo'lmasa, tomoq yemsa bolalar, suv ichemsa, sut ichemsa, uxlamasa, yig'ib aytganda ya 5-6 qiz gapida undan gap qilmay ekanmiz. Yo kitob o'qitish, yo ashuna karton filmlarni qo'yish orqali bolalar jiqim ko'proq ona til paranglash fursat yaratib qolishimiz kerak ekan. Bu bir ekan. Ikkinchisi hozir masalan mana da universitetimizni qurdinglar. Qarasak ovozlar sadamni xil chiqib qolibdi. Bizim chet elning yaxshi ayda bir aloqa karton filmlari masalan bunaqa shirpatchilarnikida qilib shirpatchilar bir xil nima bo'ladi, yaxshi mazmunlar bor. Ashunda filmlarni misol tarjima qilish orqali ana kendim Uyg'ur TV'dan bir qurib o'tiladi. Ashunda qarallik kunda bemismi haftada 5 qism. Hatto ashlar birish orqali bolalarning ana tillik narsani anglashgan. Ilgari qova bizning vatandaşlar karton filmni 3 yosh 4 yosh bola qo'yib bersak, ko'rgandan 5 yosh ketganligi
O bu bekalık tetkisiz depte mağlın tıldaştan sonra da o bombayı bu balığı balığı zırk çıkıp kaldı. Ondan kas bu balık mas ayında kızkarlık bilimde harcım kılıyor bunu avaz verip texnik canlıklaştırıp texnik obrazı balığa kıtlarsak bu balığın müthişlik bir birisi. Anne bu filmde ne? Evet değişirge takşıdan takasa o yerliklerini kurduğun gepte. Yani şuna kızkarlık hem televizyon emellerin bu şekilde gidersen kızkarlık ballar alıntılar kızık kurduğun. Okaz bizim epizod şey oyun alırsak tek yaxşı değil mi daha aslında? İnşallah şunun yolunu kuvvetimiz Kur'an versin. Şu siz degende işte bir sistemlik muhacirette işte bir karton film bulandı, balla programı bulandı. Aşında programlarını işleri onga. Lekin bu doğruluk bir kandaktır bir halkka vaat vermi doktor? Asamet. Lekin şununki bir projesini, şunun planını inşallah kuvvetimizden de karton, balla programısı, balla her türlü işte balla kızıktırdıgan bir programlarını hem de şunu bir yaxşı bir planını kılıvatımız. Bu da bir hem de ona bir vakit getirirken malum iktisat getirirken onunla şu an delik destekleşke muhtaç endi. Halkınki ve şu turuşluk devletlerinki destekleşige muhtaç bulduk. Bu mal bop kalan. Sizinki diğerlerinizdeki buludu eğer şunu hal kısak. Olur yaxşı demekken işte bu Orada konuda evlatlar bir website var ki aşağıda bakalım Jekfonu var mesela açtığında çıkardı. Şunda Mesela hazır Thread Journal çıktı mesela ki hatalı falan çıkardı. Ben başta ek geldik vallahi koyup normal kız küre gittik ya mesela. İşimiz açık karab mana